Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Moskvada qanaqa yomg'ir yog'di deganlarga qisqacha qo'yib beraman. Mana bu avtobusning ichi yo'lda yurib ketyapti. Oldi eshigidan kirib, orqa eshigidan suv chiqib ketyapti. Mana bu tashqaridagi holatlar, ko'ring mana. Как Titanic kemani singari avtobus suzib ketyapti. Mana o'zi katta mashinalarning balonigacha ko'milib ketgan. Mana bu kuryerni qarayni. Shu yomg'irda ham to'xtamaydi. Mana bu avtobusning ichi, tashqarilarni qarayni. Sapsim dahshat. Suvda Titanic kemada ketyapti avtobusimiz. Mahalliy aholi mana ekan, ko'chalarda mahalliy aholi mana tizzigacha suvga botib yurishga majbur bo'layapti. O'zingizni ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar. Mana bu yerda esa ikki do'st maza qilib matrasda suzib kayf qilib yurishibdi. Bu yoqqan yomg'ir kimlar uchundir maza bo'ldi, kimlar uchundir aza. Mana bu bolalar mana maza qilib o'ynab xursand yurishibdi. Kimlarnidir do'konini suv bosib ketdi, kimlarnidir mashinasini motori o'ldi, aza tutib o'tiribdi. Mana bu yerda migrant aka-ukalarimiz shu yerda ham yaxshilik qilishi harakatida rus qizlarini ekskavatorda mana kavushiga chiqarib, asfaltni narigi tomoniga olib o'tib qo'yapti. Shu ekskavatorchi migrant aka-ukalarimizga ham bittadan like bosib qo'ying albatta. Mana bu yerda esa yomg'irdan qochib uyga yugurib ketyapti bittasi. Mana bu yerda migrant aka-ukalarimiz doimo pul topish harakatida. Shu yomg'irda ham mana to'xtamay ishlashyapti. Albatta bu videoga do'stlar like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang.